Qiziqarli savol. Agar 1/2 ga 1/4 ni, unga esa 1/8, 1/16, 1/32 va hokazo qo'shib davom ettirsak, natijada qanday son hosil bo'ladi deb o'ylaysiz? Agar juda ham katta son chiqsa kerak deb o'ylasangiz adashasiz va hozir negaligini tushuntirib beraman. Tushunishga oson bo'lishi uchun keling shu kvadratni bir son deb olamiz. 1/2 esa shuni yarmiga teng. 1/4 esa qolgan qismning yarmiga. Undan keyingi bo'sh joyning yarmi esa 1/8 va keyingi bo'sh joyning yarmi esa 1/16 va undan keyin keladigan har bir son shu qolgan qismning yarmiga teng bo'lib boraveradi. Va yodingizda bo'lsa, umumiy kvadrat shaklimiz 1 ga teng bo'lgani uchun shu barcha sonlarning yig'indisi hech qachon birdan katta bo'lib keta olmaydi. Demak, javob 1 ga teng. Agar matematikani shu kabi misollar bilan qiziqarli yo'lda o'rganmoqchi bo'lsangiz, Langapex o'quv markazimizda matematika kurslarimiz uchun qabul boshlanmoqda. Imtihon sanasi va vaqtlarini Instagram profilimizdan yoki Telegram kanalimizdan bilib olishingiz mumkin. Qabulga doir savollaringiz bo'lsa, ushbu raqam orqali biz bilan bog'laning.